3D Max'ni o'rgansanglar, to есть uyda turib pul ishlasanglar bo'ladi. Nega? Chunki platforma bor. Platformaga 3D Max'ni qilgan ishingizni upload qilasiz, $2 qilib qo'yasiz. Dunyoda uni покупка qilishni boshlaydi. Nega? Anaqani bilasizlar, Abdusattorni. $3 narsani 1297 marta. Prosta ko'paytirsanglar, taxminan $4000 dan oshuv. Sarflagan vaqti aytaylik, haligi vaqtga nisbatan $40 bo'lishi mumkin. $40 narsani nechta pul olib kelyapti? $4000 olib kelyapti. 3D Max'ni o'rganib olib, sertifitsirованный bo'lganingizdan keyin Abdusattor uxlab qopadi. Nega? Chunki $40 sarflab, uni onlaynga qo'yib qo'ygan. Eng qizig'i, bunga $3 sarfladimi? Chet eldan nima bular $3 narsani oladi? Chunki uni vaqti kamida $15 turadi. Chet ellik sarflayotgan vaqti $15 turadi. Bunga $3 narsaga sarflash uchun kamida $100 sarflab qo'yadi. Zararmi unga $100 narsani sarflab, который уже $3 dan bor.